Hikoya Tivsiz pakt. Abdori Rana G'upur. Ism familingiz? Sukut. Ismingni so'rayotdi ey. Bu qo'pol ovozning egisi yenimda o'ltirgan, o'ng qo'lida tutashtirib olgan muhirkisni tutib, so'l qo'lining barmoqlarida so'roq ustilni to'xtamay chekib. U oz kelgandek putini titirtib o'ltirgan. Hamma yeri batbo'y puraydigan, uzun yil jinoiy ishlar saqchiligini qilg'achqa mijazi chuslashib ketgan, yuzlari oftobda qaridab mis rangi kirgan. 45 bilan 50 ning oraliqida bor yeziliq saqchixonaning boshlig'i Hoshir Ko'jang. Xushgul Hashim. Jinsingiz? Yana sukut. Ermo ayolmu deydi. Ya sizlar so'rasizlar, ya men so'ray, dedim Hoshir Ko'jangga burilib. Ahay, sizlar bilmayli xonim. Manda televizordagi chin yurakdan chin so'zlarda chiqadigandek so'rasizlar, javob ololmaylar. Mavu qandaq ayol fuqamlar? Qabi qotil. O'zining erini ikki singlisi bilan qo'shib o'ltirib o'tib bo'lib, oshnasining uyiga berib, oshnasining jon yerini kesib o'tib, jami 4 jonga zomin bo'lgan jinoyatchi. Uqman Hoshirka, shunga keldim Urumchidan. Sud hukm kaskicha bu texi jinoyat gumondori. Men eng nozuk masalani hal qilish uchun keldim. So'roqning taktikasini men bekitay, sizlar xapinmay zalga chiqib cheksizlar tamakinlarni. Bak islavatlar ma so'roqxonni. Hoshir Ko'jang o'rindiqni taraqshitib, ittirib, eshikni zarda bilan yepib chiqib ketdi. So'roqxonda ikkimizli qoldik. Men va 35 yoshlar chamisidagi ayol, qonun doktori. U ayol 4 jonga qotillik qilgan jinoyat gumondori edi. Taklimakanning bir uchiga joylashgan yeza. Bir siziq bilanla qumliq bilan yeshillik ayrilib turdi. Yeza suv qisposimi har holda yeshillik bilan qoplangan. Yez nupusi ko'p emas, asosliq kirimi dehqonchilik bilan bog'vanchilik. Xushgul bilan u o'ltirayotgan yo'ldoshi bir yezida o'sib cho'ng bo'lgan. Xushgul namratroq oilaning ikkinchi farzandi. Oilada qizlar ko'p, etiz ishiga yorug'idak, erkak bo'lmag'achqa turmushi g'o'rigul. Başlangıçını bitiribla maktabdan chiqib olgan. Uyda ishlar qarashqach bir necha yil o'ltirib, Tövenki mahalladagi hol kuni yaxshiroq bir oilaning cho'ng o'g'liga yotliq bo'lgan. 3 bolasi bo'lib, cho'ngi 8 yosh, o'tiranchisi 6 yosh, eng kichigi 3 yosh edi. Xushgulning oshnasi deb atalgan boshqa yezidan. Yezi boshlig'iga shopur ham kuyog'il bo'lib, yezi boshlig'ining to'kur qizini ilib, ich kuyog'il bo'lib kelgan. Bularning 2 bolasi bor bo'lib, o'tir maktabda o'qiydi. Qotillik delosidagi shaxslar menga yuqorqidek tanishtirildi. Jinoyat gumondori o'zining qotillik gunohiga iqror bo'lgan bo'lsa-mu, qotillik quroli jihatda uning iqrori bilan naq maydonda tepilgan paketda birdaklik bo'lmay qolgan. Gerçi qotilga o'lim jazosi berish aniq bo'lsa-mu, qotillik quroli delodagi eng muhim obyektiv bo'lish sifati bilan cho'qim aniqlanishi ham arxivga kirgizilishi kerak edi.
Алдымдaki üstəldə ikki нәрсә. Cinayət gumandari qatillik qilishda ishlatganligini iqror qilgan cho'maq bilan naq maydondan tepilgan kaka. Ikki plastik xaltaga selib qo'yilgan. Ikkilisida gumandarning barmoq izi ham o'lguchining qini bor. Yeza jinoiy ishlar soqchisi o'lguchining orqa miyasidagi zaxmiga asosan kakining keyni bilan urilgan ham o'limga bevosita sababchi bo'lgan deb hukm chiqargan. Oshnasi qansirab o'lgan. Ikki qayin singlisi zaharlanib o'ldirilgan. Shuningda gumondor qasdan odam o'ldirganlik bilan ayblanadi. Shu sabablik yuqori sud qonun doktorluq boshqarmasidan men jinoiy ishlar boshqarmasidagi uzun yillik razvedka xodimi dadamning og'aynisi Mutallib aka bilan bu yeziga bordigan bo'ldik. Jinoyat gumondori ayol bo'lg'achqa men tekshirsam qulaylik bo'larmiki deb o'yladim. Jinoyat gumondorining arxivini astoydil ko'rib chiqdim. Qiziqarligi ikkimizning yeshi teng ekan. Arxivga qistirilgan rasmga qaradim. Tipik yez ayoli. Chiroyi nihoyatda oddiy. O'lguchilardan yo'ldishi, bastlik, ko'rimsiz er ekan. Oshnasi sal kelishgan, optopda ko'ymagan, oq yuzi bor er. Yana bir moncha naq maydon rasmlari. O'lguchining cho'ng singlisi yuzining so'l tarafida tatuqi bor, hazazul chiroy cho'kan ekan. Yana bir singlisimi tumshuq ushliq kelgan, ko'rimsizroq qiz ekan tuq. Bir yosh ayol qonun doktorining kelishi yezi soqchixonasini azroq hayron qoldirdi. O'shir ko'jang yig'indan keyin naq maydonga mang'ach. Ukom, әлір бағам сілінің, неміш қылыда? Деп сорап қалды. Мен қайтырыпла. Қандақ дейла? Дедім. О, әмде доқтыр қызвалыны егетлер арзулап алыда. Ақ киімлік пәрішті деп. Жанны құтқызы демес ма? Бұ сілі қанун доқтыры. Ішің неме десе, Jasadlarning orasida yursinlari. Odamni ancha-muncha qora bosadicha. Bizmo vahshiyroq naq maydon ko'rsak, nech kun beoram bo'lamiz. Sizlar shulini ko'rib, yuraklar qetib ketgandi. Shunga qaydaroq bir qo'rqmay olgandi deb qoldim. Sizlar ham qiladigan ishqo emasdi, ko'ngil bo'lib qalla endi. Yo'ldishimmo qonun doktori, shunga mendan qo'rqib ketmaydi, dedim. Zade shundaroq bijgeri ba, bo'lmasa odatdagi o'g'il bola ololmaydi. Baland bo'libdikan, ammo deginicha og'zi besiqdi. Əməliyyatda qanun doktorumu kəşkiçi o'likning orasida yurmaydi. Zəxmi bahalash, meyiplik bahalashlarni ishlaydi. Uning ustiga yuqori sudga keladigan delolar asosan aniqlanib bo'lgan. Ammo nozik halqillari murakkab bo'lg'achqa qayta ko'rib chiqishga suniladi. Shunga mening kunda jasadlarning orasida yurishimningmi hojati yo'q. Shunda qilib, naq maydonga gumondorning uyiga keldik. Gumondor kelin bo'lib bu uyga kirgandan keyin cho'nglar ikki qiyin singlisi bilan birga turadi ekandik. Hozir 3 jon qazo qilib, 2 qeri xotin qopdi. 3 navrisi gumondorning ota-onasining uyida ekan. O'lguchining ota-onasi yoshqa undaq cho'ng emas edi. Bizning mashinadan tushib, qo'rg'oga kirganimizni ko'rib, hozir ichib yig'lashga boshladi. Voy yosh ketgan balam, Rustam balam, Hatem balam, xotin ilib
Osmondagi oy edinglar qizlarim, yerdagi loy qildigu qizlarim. Endi kim meni ona deydi? Hoşur ko'jang bu ayolga tasalli berib, yig'limizla, ha Quvonxon. Сылының әрзлері ау аптоном районға етіп, мау yoldaşlarını сылның дәтлеріні әл қылғылы әвәтіпті. Йығылмай, сорған кепке оптан жауап бәсілі, деп йығыны тоқтатты. Қору мән yol boyu көрген айлыларның ішіде әң халлық еді. Үзім бараңлық, vası cüp pişayvan, bir chattikki qo'tan, hammasi yaxshi o'rinlashtirilgan. Bir beqindagi yazliq oshxonami oqartilib, malangzi tortilgan edi. Biz qo'rodagi katqili o'ltirdik. Uy egisi meva-cheva akilib, pakar ustal qo'yib qo'ydi. Mutallibkam asosliq so'roqchi, men mo'yim degan narsalarni xotirlagach to'liqlama beratdim. Asosliq savolimiz qotillik quroli ustida bo'ldi. Dilo satir bo'lgan kuni saqchilar kakinil tepibdikan, jinoyat gumondori qotillik qurolini cho'moq deb aytgandan keyin saqchilar izdashga boshlab, 2 kundan keyin sili qaznaq uydan chiqib beribla, shundaqmi? Shundaq boshliq. Mavu o'shroqingim degandim. U qilayimqanchilikni bizning odamning singlisi bilan inisi yig'ishtirgan. Shular qaznaq akirib qo'yibdikan, men ko'rib, topshirib berdim. Davomi bor.